Murodjon, nima ish qilardingiz? Svarshim. Kotyol. Hozir shnekli kotyollar muammo bo'lyapti deyapti. Nima deysiz shunga? Endi tiqilib qolib, boshqa mayda-chuda narsalar ko'pligi hisobiga odamlarga yoqib ham ketavergani ham yo'q. Keyin svarshilarga ham muammo bo'lyapti shu narsa. Narxi narxi. Narxida ham farq qiladi shneklida. Yo'q, muammosi ko'proq narxidami yoki o'sha tiqilib qolishidami? Ikkalasida ham muammosi. Ko'pincha shu tiqilib qolishida bo'lyapti. Hali bir zapravkasi 2 kun 3 kun yetadi deydi-yu. Keyinchalik tiqilib qolishini o'ylab turib, ayrim odamlar uyida shnekliklar tiqilib qolyapti deyapti. Ular tomoni 2 kun 3 kunda bir zapravka, lekin tiqilib qoladigan bo'lsa, uje ancha muammo degan. Yana usta chaqir boshqa balo-battar. Xo'p, sizlar qaysi kategoriyadan foydalanyapsiz? Shneklikmi yoki oddiydanmi? Men o'zimni katta eshigimga oddiydan qilib berdim, sababi shneklikda muammo degani uchun shunaqa oddiy-yu, lekin u ham ancha baquvvatdan qildirdi. Murodjon keldi, labo mashinasiga tuniga qo'yib berdik. Nima bizdan kamchilik, xato bo'ldi? Ayting. Hammasi zo'r. Yaxshi, yoqdi. Sandallarga da qo'yib berdik. Ko'ringlar. Ha deb o'zimiz maqtamaylik, kamchiliklar haqida ham gaplashsak yaxshi bo'ladi. Xo'p, 100 dollar pulimizni orasiga aralashtirib o'ryapmiz. Xo'p, sizlar ham kelsanglar. Bir yo'la Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga a'zo bo'lib kelinglar. Ikkita raqam bering, aytsanglar bo'laveradi. Xo'p, ikkita raqam aytsangiz sanab sovg'a qilib beramiz. 17:38. Qaysi tomondan sanab bering? Oldindan sanaylik. Ketdi. 17:38. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. O, ishlar 5 bo'lar ekan. Keyingi 38. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 der ekan. 35 36 37 38. Uka, bu ham chak emas. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar. Ko'rib turgan videoda hamma odamlarni chaqirib qolamiz. Kelaverasizlar yoppasiga.